Assalomu alaykum. Yana menda Tirjayev. Nima qayerda video qilishni bilmadimda, shaharda rosa aylandim. Hamma joy shovqin. Nima qilishni bilmasdan keyin bir yaqinda o'sha taksida ishlab yurgan paytimda bog'larga keldim. Quvani yo'lida bog'lar bor ekan. Bitta taksi chaqirdim. Taksiga ozgina kutib turasiz. Agar shunga toqatingiz bormi desam, ha dedilar, kelib endi kutib turibdilar-da, video qilib, mana salqinda o'tirib, ozgina sizlar bilan dardlashib, nima qilib, o'zimni qiziqtirgan narsalarni gapirib, shu oxirgi videoyim bo'lsa kerak, xudo xolasa. Dushanbaga xudo xolasa bilet oladigan bo'lib turibman, Rossiyaga chiqib ketyapman. Batamom chiqib ketyapman. Nima nasib qilsa qaytib kelmaslikka harakat qiladigan bo'lib chiqib ketyapman. Qaytib kelmaslikka harakatim nima degani? O'sha joylarda bir nima vatan qilib, bir ko'rib, yangi insonlar bilan tanishib, batta ko'ryapman, o'zi hech kim xushlamayapti, hech kimga yoqmayapti meni xarakterlarim, meni gap so'zlarim, menga toqatlari yetmayapti. Odamlar yomon emas, men o'zim yomon degan ma'noda o'zim chiqib ketishga qaror qildim-da. Shu oxirgi videoni yozib qo'ymoqchi bo'ldim. Oxirgi video bo'ladi YouTube'ga. Men o'sha insonlar nima qilgan-ku, ko'rsatuvlar qilgan, boshqa qilgan, bitta utopik gap bor ekanda, nima g'oyibona ustoz deydi ekanda. Bu utopik gap deb endi o'zimcha tushundim. Chunki men ularni shunaqa hurmat qilibman-da, bir ustoz darajasida hurmat qilibman. Lekin mana men u ham qachon nima qilgandim, muammolarni qachon duch qilgandim. O'shalarni ko'rsatuvlarini ko'rib, bir nima deydi, o'shalarni ilmidan foydalangan holda men ko'chalarga chiqib muammolarim aytdim-da. Muammolar aytilsa, gaplashilsa hal bo'ladi degan joyi bor edi-da. Men baqir-chaqir qilib yurib bo'lsa ham o'zimni dardlarimni to'kib oldim. Men mana Rossiyaga ketishdan oldin bu videoni nimaga yozyapman? Men Rossiyaga borib olib, O'zbekiston haqida, o'zbeklar haqida qanaqadir video qila olmayman-da. Menda совесть qo'ymaydi. Bu narsaga vijdonim yo'l bermaydi. Shatda turib, shatga tashlab ketaman. Men shu dardlarimni, hamma narsani mashtga tashlab ketaman. Shatda qoldiraman. Men ketadigan bo'lsam, batamom yangitdan hayot boshlash uchun ketaman. Shuning uchun buni nima deydi? Bir tarixiy vasiyatim ham bo'lib qoladi sizlarga, balki bu insonlarga men yalinib yozdim. Kelinglar, mana muammolarni duch qildi udilaring, duch qildim. Realniy muammolar bor edi, duch qildim. Kelinglar, men shunga yechim izlaylik. Olimlar, mutaxassislar, iqtisodchilar, siyosatshunoslar, siyosatchilar kerak bo'lsa, hammalaring deb nima qildim-da. Lekin bittalari mana javob berishmadi. Bittalari haligi reaksiya berishmadi. Keyin o'zimcha o'yladim-da, nima qilaman men? Meni eshitmaydigan joyda gapirib, o'zimni qiynab, shu xulosalarimni o'rtoqlashaman-da sizlar bilan. Mana men o'sha ko'rsatuvlarni ko'rib, muammolarni duch qilish kerak degan joyda duch qildim-da. Duch qildim, lekin buni hal qilishning o'rniga hal qilib yechilish kerak bo'lgan muammolar nabarot bo'ldi. Nabarot bo'lganini misolini nimada aytaman sizlarga? Men o'sha ko'chalarga chiqib, mening o'g'lim maktabga bora olmayapti, men pul topib bera olmayapman deganimda, mening maktabga bora olmayotdi haqiqatda. Men pul topib bera olmayotdim. Umid bor edi o'qib ketishiga, dalshi davom etishiga. Pul topib bera olmayotganim ham nimadan? Men dangasaligimdan, ishlamasligimdan pul topib bera olmadim. Bas, mana men 18 soatlab ishlayman bir kunda. 18 soatlab ishlasam ham yetmayapti, yetkazolmayapman.
Men kuniga 1 milliondan pul topaman. Mani atrofimdagilar juda yaxshi biladi. 1 million kuniga pul topaman. Iqtisodchilar, mana shuni ko'rib chiqaylikchi, mabodo xatolar bo'lsa, men o'zimni to'g'rilaydim degan maqsadda bu videolarni qilib olimlarga murojaat qildim. 1 million pul topgan odamni o'sha 1 millionni topguncha bo'lgan keyingi xarajatlarga bo'layotgan rasxodlarga haligi 1 millionni topyapman. Orqasidan bitta masala chiqadi, unga 5 million berish kerak. 5 kunlik ishingiz unga ketadi. Masalanda bir oyda 6 millionlik gaz yoqaman. 6 kun gazga ishlayman, svetga ishlayman, boshqa qilaman. Mana shu masalalarni gaplashaylik. 1 million pul topsa ham yetmayapti deyapti bittasi sizlarga. Menga yordam beringlar demadim hech kimga. Menga yordam beraman degan yaqinlarimga ham kerak bo'lsa atkaz qildim. Yo'q, menga yordam kerak emas. Men sizdan yaxshi pul topaman. Lekin o'sha topgan pulim yetmayapti, rasxodlardan ortmayapti degan ma'noda bir video qilib, chiqish qilib, olimlarga, ziyolilarga bir yetkizaman gapimni degandim. Lekin bugun qarayapman, hech kimning ishi yo'q. Hech kim hech qanaqasiga qiziq emas bu narsalar, o'zlarining hayotlari bor. Ularga deyarli pul kerak bo'lmayapti yashashlariga, olimlarimizga, ziyolilarimizga. Kerak bo'lsa hamma joyda zelyonlik qilib qo'yishdi ularga. Bemalol kirib chiqib, o'sha men fikrlari bilan ko'chalarga chiqqan odamlarga ham kerak bo'lsa hech qanaqa muammosi yo'q-da. O'sha endi nomma-nom aytib o'tirmay, u insonlar mana bu videodan keyin kelaman, yoningda turaman deydigan insonlarni ham qabul qilmayman-da. Men o'sha aytmoqchiman, men nimani qabul qildim, o'sha dushanbaga xudo xolasa sekin narsalarimni yig'ishtiraman u alvido ona zaminda bu O'zbekistonda mana shuncha narsalarini sizlarga tashlab ketaman. Shuncha baxtlar, shuncha baxtsizliklar, hammasi sizlarga mayli, men roziman. Men o'zimga yangi makon izlayman, yangi davrda yangi insonlar bilan bir nima qilishga harakat qilaman. O'shaning uchun shu videoni yozib qo'yay deb chiqdim. Toqatlaring yetsa ko'rarsizlar, boshqa qilarsizlar. Men do'stlarimdan ham iltimos qildim-da, o'rtoqlar, mana meni nima kanalimga kiringlar, mana shunaqa olimlarga, boshqalarga. Men do'stlarimning muammolarigacha aytgandim-da. O'sha muammosini aytgan do'stlarim ham kerak bo'lsa bir og'iz telefon qila olmaydi. Telefon qilishini qo'ying, telefon qilsam telefoniga javob bermayapti. Toqati yetmayapti men bilan gaplashgani yoki shunchaki yomon ko'rganidan shu nima xohlamayapti. Farqi yo'q endi. Endi farqi yo'q. Nima farqi bor? Qilmadi, olmadimi bo'ldi. Endi menga ham qiziq emas degan maqsadda aytmoqchiman-da. Men o'sha maktabga bora olmayapti meni o'g'lim. Pulim yetmayapti. Men 18 soatlab ishlab ham pul orttira olmayapman shunga. Shu muammo bo'layapti menda. Mana duch qildim desam, endi bugun o'g'limga qanaqa taklif bo'layapti? Maktabga kelmay qo'yaver degan taklif bo'layapti. Tasavvur qilib ko'ringlar. Prosta o'zlaring uchun tasavvur qilib ko'ringlar. Mana endi kelmay qo'yaver maktabga deyishyapti. Ladna, bormay ham qo'y. Men bularni ham olib ketaman. Xudo xolasa boraman, joylashaman. Bularni ham chaqirib, o'sha yerlarda farzandlarim bilan, oilam bilan yashab yurarman ehtimol. Keyin kecha Yandexda ishlab ko'rdim-da. Yandexda ishladim, ozgina pul ishlaymanmikin deb. Yo'q, 18 soat ishladim. Oxiri bloklab qo'yguncha ishladim-da. Nima siz uxlang deguncha. Deyman, mehnatdan qochgan bola emasman shu yoshimgacha. Lekin undan qoladigan pul o'sha 18 soatlik mehnatingizga toza qoladigan pul mashinani hali ichki rasxodlaridan tashqari 300 ming so'm bo'lar ekanda. 300 ming so'm pul bilan men yashab, meni rasxodlarimni, men yashaydigan holatdagi odam yashalmaydi. Yandexchilarga aytayapman, bu arzon ishchi kuchini o'ta arzon baholayapsizlar. Ozgina dabavit qilinglar desam, ular meni bloklashdi. Nabarot, meni komfortda ishlalmaydigan qilib, menga SMS kelyapti kecha kechki payt.
yo'q nima siz ko'p jalba olyapsiz. To'yis man insonlar bilan shunaqa gaplashyapman. Man YouTube'ga kirsalaring, mana keyingi oldingi videolarni ko'rsalaring, insonlar bilan shunaqa gaplashyapman. Insonlar men olib borib qo'yganimdan keyin xursand bo'lib tushib ketyapti. Nima qaysi klient jalba qildi deb nimaga Yandexga konkret savol beryapman. Yo'q, u nimada ham javoblari yo'q. Prosta jalba qildi deyapti-da, sizni bloglaymiz, komfortda ishlalmaydigan qilib qo'yamiz. Sizlarni ko'tlaringga tiqinglar ishlaringni dedim. Realda menga kerak emas unaqa ish. O'zi demoqchi bo'lganim, men o'zim tushungan mulohazam shu bo'ldiki, nima jim yursang, o'shanga rozi bo'lsang, o'sha berilayotgan narsaga rozi bo'lsang, yuraverar ekansan. Yo'q, jinday agar ovozingni ko'taradigan bo'lsang, men ovozimni chiqarib, o'g'limni nimasini maktabini hal qilaylik, kelinglar shularni gaplashaylik degandim, hal qilib berishdi. Mana o'g'limni umuman o'qimay qo'yaversin deyishga majbur bo'lishdi. O'qimay qo'yaver deyishdi. Tushunyapsizlarmi? Yandexga aytayapman telefon qilib, bolalar muammolar bor, voditellarda shunaqa muammolar qiynayapti desam, ular aytishyaptiki, ishlamay qo'yavering. Juda ishlayman desangiz ham biz sizni bloglab qo'yamiz, ishlalmaysiz deyishyapti-da. Keyin aytayapman, bunaqa qilib yashaydigan bo'lsam, bunaqa qilib yuradigan bo'lsam, men yurolmayman-da realni. Mani ko'pchilik unaqa deb ko'rdi, bunaqa deb ko'rdi, qo'rqitib ko'rdi, boshqa qilib ko'rdi-da. Kecha yana bitta xulosaga keldim. Men qo'rqadigan bo'lsam yashamayman. Men qo'rqadigan bo'lsam yashamayman, yana bir marta aytayapman. Men qo'rqoqlik tamg'asi bilan yashamayman. Lutchi kelishalmayapmizmi, ishlalmayapmizmi, bu hayot bilan kelishalmayapmanmi? Lutchi ya uydu atsuda. Bo'ldi, nima qilaman? Meni eshitmaydigan, meni tushunmaydigan joylarda dedimda, keyin shu oxirgi videoyim yozib qo'ydim. Ehtimol do'stlarim ko'rar, yaqinlarim ko'rar, haligi o'zlarining savollariga javob olishadi degan maqsadda yozib qo'yapman-da. Men qo'rqadigan bo'lsam yashamayman. Xudoga ham aytdim kecha. Meni qo'rqoq qilib yashatmoqchi bo'lsang bu hayotda, lutchi jonimni ol dedim. Mana jonimni olsa yoki kimdir meni jonimga qasd qiladigan bo'lsa, keyin men haqiqiy egamga boraman-da. Bu dunyolarda haqiqiy egasini oldiga boraman-da. Ana undan so'rab olaman. Ana Xudodan keyin so'rab olaman. Xudo, meni shunaqa qilding. Xudo mazlumni men bilgan buyuk kuch bor-da, u buyuk kuch, u Xudoning kuchi. U Xudo hamma narsaga men o'ta qodir deb bilaman-da, u zotni. U kuchni yoniga yetib olalsamman keyin sizlarga omonlik bermayman. Menga yomonlik qilsalaring. Indamanglar, men indamasdan chiqib ketib o'sha Rossiyada quruvchilik qilarman, novoychilik qilarman, boshqa qilarman, ishimni qilaman, yuraman, boshqa qilaman, oilamni ham olib ketaman. Faqat to'sqinlik qilmasalaring bo'ldi. Mana bu videoni ko'rgandan keyin deyman-da. Men o'sha nimalarni ko'ryapman-da, ko'rsatuvlarni ko'rdim-da. Realni urushga targ'ib qilishyapti-da. Nimaga borib, Rossiyaga borib, urushga targ'ib qilishyapti. Urushinglar mana deyapti-da. Men sizlarga kichkina detalni aytib o'taman-da. Mana ko'rsatuvni ko'rib o'tiribman. Shunaqa hatto so'zlar ketyaptiki, Rossiya bugun urushga kelgan fuqarolar uchun 4 million rubl beryapti ekan desa, bittasi aytayapti, даже 5 million rubl beryapti ekan deyapti-da. Tushunyapsizlar nima deb turganim? 5 million rubl, keyin uni bittasi dollarga ham almashtirib beryapti. Mana uncha 50 ming dollar bo'lar ekan deyapti. Endi mana bitta savolda sizlarga. 50 ming dollarli ish bilan qiziqtirib turgandan keyin ko'chada puli yo'q, qiynalib yurgan xalq nima qiladi? Mana sizlarga konkret savolda 50 mingli mana maytda deyapti, 50 mingli ish turibdi deyapti. 50 ming pul beradi oldindan deyapti. Tushunyapsizlarmi? 50 ming deb nima qilyapman? Adashmasam 5 ming. Yo'q, 5 ming emas, 50 ming. 50 ming manatda pul beradi deyapti.
tushunyapsizlarmi? 50 ming pul beradigan ishni taklif qilib turgandan keyin batta nima manga o'xshab ezilib ketgan, ishlab hech narsaga yetkazolmay turgan, ortqizolmay turgan xalq ketib qoladi-da keyin. U ko'rsatuvdagilar insonlar mana shu narsani ham bilib tochkalaringga uryapti. Aziz xalqim, buni ham sizlarga aytib qo'yay. Mana bittalari kelib shuncha narsani muammolaringni duch qilding, shuncha narsang bor ekan, mana ko'ryapmiz 20 soatlab ishlayapsan ekan, o'shanda ham yetkazolmayapsan ekan. Qani bir nima qilchi, eshitib ko'raylikchi deyalmadi-da, deyalmaydi ham, bularga emas endi bunaqa deyish. Men haligi qanaqadir savollari qolib ketmasin, nimaga ketvordi ekan, buni ham kimdir qiynadimikan demasin deb mana shu nimalarni aytib qo'yapman. Meni hech kim qiynalmaydi. Men qo'rqoq emasman. Meni qiynasa, qiynaganiga so'rab olaman-da. Men prosta demoqchiman, ovozimni jinday chiqarganim uchun meni qisib tashlashyapti-da. Ladna, men bunga roziman. Nima, bugun dunyo sizlardiki ekan, sizlarga boqyapti ekan, sizlar maza qilib olinglar batlarda deyman-da, men chiqib ketaman. Lekin kelajakda sizlarga qiyin bo'lishini ham ogohlantirib ketaman. Men bugun duch kelgan muammolar to'planib, mendaqa odam juda ko'p. Juda ko'pchilik chiqib ketyapti, indamay chiqib ketyapti prosta. Men o'sha indamay chiqib ketmayman-da, sizlarga gapirib chiqib ketaman. Nimaga sizlarga butun boshli tuproqlarni, bu shirin tuproqlarni sizlarga tashlab ketyapmanmi? Ichimda gaplarimni gapirib ketishga o'zimda bir kuch topdim-da. Ichimda gaplarimni gapirib, keyin chiqib ketay deyapman-da. Bunaqa qilmanglar. Mayli, nima qilsalaring qilinglar. Manipulyatsiya qilasizlarmi, boshqa qilasizlarmi? Ozgina xalqning ichidan hech bo'lmasa bir kishi chiqib, kelinglar, men bilan gaplashinglar, mana shunaqa xalqimiz muammolarga duch kelyapti desalaringchi, degan odamni-chi, hech bo'lmasa eshitishga toqat qilinglar. Hech narsamni hal qilib beringlar deb hech narsa so'ramaganman sizlardan. Mana men Shahnoza opa G'aniyeva degan inson bor-da, Farg'onaning kattasidan. Men o'sha insonni nimasini Polsha bozorida uyi bo'lgan, o'shani sotib olganman-da. O'sha inson bo'lmasa juda boy odam, o'quv markazlari bor, deputatlar kengashi raisi o'sha odam, masalan. Yo'q, o'sha insonni ham eshigini taqillatib kirib, "Opa, menda bunaqa muammo bor, yo menga bunaqa joyimda yetishmovchiligim bor" deb hayotimda aytmaganman-da. Shu darajada mardman. Tasavvur qilinglar. Men o'zbekistonliklarga aytayapman. Chiqib ketaman men, sizlarga berib ketaman shu O'zbekistonni. Lekin bunaqa mard insonlarni chiqarib yuborsalaringchi, o'zlaring kelajakda shu tuproqlar uchun qiyin bo'ladi deyman. Bu tuproqlarni himoya qiladigan, bu tuproqlarni hididan mast bo'ladigan odamlarchi chiqib ketaversa hech kim qolmaydi. Yaqinda o'g'lim bilan bo'lgan dialogimizda shunaqa dedim-da, o'g'lim, bu tuproqlarni men sog'inib, keyin saslizami uzoqdan qarab turamanmi ko'z yoshlarim bilan desam, o'g'lim aytayapti, "Nimaga ko'z yoshlaring bilan qaraysan? Bo'ldi, chiqib ket, seni qadrlamayapti-yu batlar. Seni odamlar eshitmayapti-yu, seni dardingga quloq solmayapti-yu" deyapti. Tushunyapsizlarmi? Mayli, men chiqib ketaman. Men dardlarimni masjidlarga tashlab ketaman deb mana shu videolarni yozyapman. Uzul kesil ortiqcha menga bosim qilmanglar, ortiqcha davleniya qilmanglar. Bor, to'g'ri, attan-battan mayda chuydalarim bor. Lekin boraman, o'sha yerda konkret ishlayman. O'sha 50 ming beradigan joyiga ham kerak bo'lsa kirib ko'raman, nima qilyapti, qanaqa bo'lyapti deb. Luboy ishni qilganman shu paytgacha. Oilamni oyoqda ushlab turish uchun. Bundan keyin ham qilaman. Prosta mana unaqa qilib, ozgina savol berib, masalan, Yandexda ozgina savol berib, telefon qilib, YouTube'ga nima qilib, video qo'yib, nima qilganimga, haqqimni talab qilganimga o'zi Yandexdan bloglab qo'yyapsizlar. Tushunyapsizlarmi? Yandex bloglab qo'yyapti. Hamma aytayapti, ayib o'zingda. Ha, ayib o'zimda. Men shunaqa tug'ilganman. Mana shunaqa yashaganman.
doim mard bo'lganman. Birorta odam chiqib mana yerda nomardlik qilgansan desan, agar nomardlik qilgan bo'lsan, yo mana yerda gapingda turolmagan desan, mana yerda labzingda turolmagansan desan, mana yerda kelaman degan joyingda kelmagansan desan, birortasi chiqib aytsinchi, yo'q, aytolmaydi. Ko'ti yo'q unaqa deyishga birovdi. Chunki men mard bo'lib yashaganman, mard bo'lib o'laman. Shuni ham aytib qo'ymoqchiman sizlarga. Mani yaqinlarimda qanaqadir savol javoblari qoladigan bo'lsa, yo ertadan keyin Rossiyaga borib olib shunaqa videolar qiladi deydigan bo'lsa, aytib qo'ymoqchiman. Menchi mardman mana. Ketmasimdan oldin qilyapman shu videoni. Shtobi anaqa borib olib kimlardadir pulini olib nima O'zbekistonga qarshi gapiryapti ekan demasliklaring uchun O'zbekistonda o'tirib uyimda emas, bir quvada salqin boqqa kelib olib shu narsalarni yozyapman. Gapiradigan gaplar ko'p xullas. Nima ko'p narsalarni gapirmoqchi edim, lekin ko'ryapman bir pul hammasi. Men sizlarga shu O'zbekistonni tashlab ketyapmanmi, sizlar ham mard bo'lib meni chiqib ketishimga yo'l qo'yib beringlar. Men borib hayotimni o'zim quray. Men yana bir marta aytayapman. Bugun bittasi bilan gaplashdim-da, gaplashsam aytayapti. Nima? Sen deyapti, o'lib ketsang ham deyapti. Bu dunyoda hech narsa o'zgarmaydi. Seni o'lishing hech narsani hal qilmaydi deyapti-da. Yo'q, meni o'lishim butun dunyoni o'zgartiradi aytib qo'ying. Men o'ladigan bo'lsam, men to'g'ri Xudoning yoniga chiqib boraman-u, menga shans bo'ladi u. Men Xudodan so'rab olaman keyin. Xudoga aytaman, meni mana shunaqa qilib, mana shu masalalar qiynab o'lib ketdim men deyman. Yo'q, men o'ladigan bo'lsam, bitta martidan ayriladi bu tuproqlar. Bu tuproqlar men uchun kerak bo'lsa himoyada turib beradi. Agar gap kerak bo'lsa-da, bu tuproqlarni men sevganim uchun, bu Xudoni buyuk deb o'ylaganim uchun qiynaladigan bo'lsam, hech qanday nima yo'q-da. Meni yashashimdan ma'no yo'q-da. Yo'q, men konkretniy sizlarga aytayapman. Menga ortiqcha bosim qilmanglar, davleniya qilmanglar. Men chiqib ketay, o'zimni hayotimni yurg'izay, boray o'sha yerlarda yashay. Sovuq havoni yaxshi ko'raman, tanamga yoqadi. O'sha sovuq havoda, o'sha insonlar bilan yashab, ko'rishib, bir yangi do'stlar orttirib, bir hayotimni qurib ko'raman yangitdan. Men batta do'stlarimga ham aytaman, do'stlar, qo'rqoq bo'ldilaring. Qo'rqdilaring. Bittalaring telefon qilgani yaramadilaring. Bittalaring telefon qila olmaysizlar mana bundan keyin ham aytib qo'yay. Mana shunaqa qo'rqoq bo'lib yashab o'tib ketasizlar bundan keyin. Men bittaligi sinfdoshlarim aytmayapman, meni atrofimda kim bo'lsa aytayapman-da. Kim bugun o'zini mendan olib qochay turgan bo'lsa aytayapman-da. Hech kim yonimda tura olmadi. Yonimda tura olmaganga yarashachi, uzoqdan ham kerak bo'lsa deb turib bera olmaysizlar ekan. Uzoqdan ham telefon qilganda ko'tara olmayapsizlar-ku sizlar. Duxlaring yetmayapti telefonimni ko'targani. Yo'q, endi sizlar uchun bilaman nimaga kiramanmi? Sizlar uchun harakat qilamanmi? Bir yaxshi bo'lsin shu O'zbekistonda hayot deb. Shu ziyolilarga, olimlarga yozgan videoyimni eshitib ko'ringlar-da. Sizlarni dardlaringni olib chiqqan edim aytdi. Sizlar bilan chet elda edilaring u paytda. Men chet elda bas edim. Qo'rqoq bo'lib biladi, videoni ko'ra olmaysizlar kerak bo'lsa. Qo'rqoqliklaringdan. Sizlar edilaring xizmatga borib 6 oylab biladi nimaga qatnagan, sudga qatnagan, kerak bo'lsa hech narsasiz quruq mishildirig'ini oqizdirib kelgan sizlar edilaring. Men sizlarni dardlaringni olib chiqdim. Mana gap kerakmi sizlarga? Yo'q, sizlar podelitsa qiling deb sizga iltimos qildim, o'rtoq. Sizchi podelitsa qilish tugul, ko'rishga ham toqatingiz yetmasligini isbotlab qo'ydingiz. Men o'sha mahallangiz gruppasiga tashlab qo'ying, mana yaxshi narsalar taklif qilyapti mana u bola. Deb tarqatib yuboringlarchi, yetib borib qolsa yaxshi bo'lib ketadimikin deb sizdan iltimos qildim. Yo'q, siz uni ham qila olmaysiz.
sizga ham bas, o'shani qilib olish ham sizga ham bo'lmadi kerak bo'lsa. Shu meni gaplarim, nimalarim. Bu videoni ko'rib menga telefon qilib, qiynalyapsanmi, balo qilyapsanmi? Yo'q, men qiynalganim yo'q. Men sizdan ham yaxshi pul topaman. Men ishlayman, mana hamma biladi. Men ishlayman, atrofimdagilar biladi. O'sha eng qimmat ishchi men bo'laman. Eng qimmat ishlagan ishchi ham men bo'laman. Eng zo'r pul topgan ishchi ham men bo'laman. Prosta o'sha olimlardan so'raganim shu bo'ldiki, meniki yetmayapti. Shunaqa muammo bo'layapti. Qani kelinglarchi, agar bir to'g'rilaydigan joyi bo'lsa-da, to'g'rilab yuboringlar, balki bilat mana shu pulni yetkazib olarman deb iltimos qilib chiqqan edim. Bu xalqning ichidan chiqqan bitta ikkita blogerlar bor edi. Ularni hamchi qo'liga reklamani berib, haligi dori-darmonlarini reklama qildirib, qo'liga pulini berib, o'zlaring tomonga og'dirib oldilaring. Men xalqni dardi bilan endi umuman ishim yo'q. Xullas. Bo'ldi, men o'zimni hayotimni qurishni harakatini qilib, o'sha chet elga emigratsiya qilib chiqib ketyapman. Shu nimaga ketib qoldi, kim bosim qildi ekan, qanaqa bosim bo'ldi ekan degan savollaring qolmasin deb men shu videoni yozib qo'yapman. Shuni ko'ringlar, qachondir xulosa qilib xulosalaring o'zlaringdan. Men bu tuproqlarni shu sevganimcha qolaveraman. U sevgini birov mendan tortib ola olmaydi. O'sha sevgim bilan yashayman, o'sha sevgim bilan o'laman. Lekin men va'da beraman, erkak bo'lib mashitda mana. Erkak kishiman. Borib olib turib, YouTube'ga video qo'yib, Instagramga video qilib, haligi O'zbekistonni yomonlab, O'zbekistonni tizimini yomonlab, haligi bir nima deydi? Boshqa qilib o'tirmayman. Men mana O'zbekistonda turib shu narsalarga duch keldim. Duch kelgan narsalarimni sizlarga aytib qo'yib, mana men shunaqa duch keldim. Hal bo'lmadi, endi men chiqib ketyapman deb chiqib ketyapman. Mardlarni ham hurmat qilinglar. Mardligini hech bo'lmasa hurmat qilinglar. Mana yana bir marta aytyapman. Men qo'rqoq bo'lib yashamayman. Meni men Xudodan kerak bo'lsa so'radim. Qo'rqoq qilib tamg'a bosadigan bo'lsang, meni yashatmaysan dedim. Tushundilaring deb umid qilaman. Salomat bo'linglar. Oxirgi video bo'ldi. O'zlaringni ehtiyot qilaveringlar. Mana shu tuproqlarni sevishni sizlar ham o'rganinglar. Ehtimol qachonlardir sevarsizlar, boshqa qilar. Bu sevgini hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydi. Uni nomini ishq deyshadi. Ishq tuyg'usi deyshadi. O tuproqga bo'lgan sevgi mana shunaqa bo'ladi, ishq bo'ladi. U boshqa narsa bilan, pul bilan ham sotib ola olmaysiz u narsani, boshqa ham qila olmaysiz. Mana nechtasiga pul sarflayapti-yu davlatimiz. Nechtasini masalan o'qityapti-yu. Bunaqa tuyg'uni bera olmayapti. U Xudo tomonidan beriladi. U tuyg'ular. Xudo tomonidan mana shunaqa muhabbat solinadi, ishq muhabbat solinadi insonning qalbiga. Sen agar bug'doy boshoq bo'lsang, somoningman vatan deb yashaydi insonlar. Qimtinib bir chekkada yurgan yomoningman vatan deb yashaydi insonlar, aytib qo'yay. Hamma dono, hamma oqil, hamma faylasuf bo'lgan joyda bitta yomoning menman deb yashaydi. Odam o'zini ayblab yashaydi, mard insonlar. Faylasuflaring mayli o'zini ishini qilyapti deydi. Men o'sha yomoningman deb, men o'sha yomoniman. Men o'sha vatanning yomon insoniman. Mana shu narsalar sizlarga. Mana ko'ringlar, xulosalaringni kelajakda balki chiqarib olarsizlar.